Assalomualaikum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 17-iyul 2025-yil uchrashuv o'tkazyapmiz. Uchrashuvimizning asosiy maqsadi sizlar bilan uchrashuv o'tkazishdan maqsad bizlarda mavjud bo'lgan kredit turlari, kredit produktlari bilan tanishtirishdan iborat. Agar o'sha sizlarda kredit olishga imkoniyat bo'lsa, ehtiyoj bo'lsa, bizlarda mavjud bo'lgan kredit turlariga bizlar bankimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Jumladan bizlarda sizlar xabarlarimiz bor. Prezidentimizning 312 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga beriladigan imtiyozli kreditlarimiz, bu aylanma mablag'larga o'sha ustuni sotib olish, asosiy vositalar sotib olish uchun ajratilgan kredit turlari mavjud. Bundan tashqari bitiruvchi kurs talabalariga ham turli maqsadlarda, turli yo'nalishlardagi har xil muddatlarga mavjud bo'lgan o'sha bitiruvchi kurs talabasi oxirgi kursda kamida 1 yil bo'lgan o'sha o'qish jarayonida kamida 1 yil bo'lgan tadbirkorni ochganligiga va o'sha nimada muqobil aylanmaga ega bo'lgan taqdirda o'sha yuridik tashkilot ochgan bo'lsa, bu bitiruvchi kurs talabalariga bizlarda bizni bankimizda turli turdagi, har xil turdagi kredit mahsulotlarimiz mavjud. Mana shu masalalar bo'yicha o'sha sizlarda qanaqadir fikr tug'ilib, kredit olishga ehtiyoj tug'ilsa, bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari o'sha jismoniy shaxslarga ham o'sha biznesga birinchi qadam, ya'ni tadbirkorlikni ilk qadam desak ham bo'ladi, tadbirkorlik yo'nalishida ilk qadamni boshlash uchun 10 million so'mgacha bo'lgan PKI sonli qarorga oid bo'lgan kredit mahsulotlarimiz mavjud. Agar mana shu kredit mahsulotlari, kredit produktlari bo'yicha qaysimizda biror bir savol bo'lsa, yoki bizga murojaat qilsalar, biz o'sha sizlarga kerak bo'lgan kredit turlarini taqdim etib, agar talab darajasida hujjatlar to'g'ri kelgan taqdirda kredit ajratish masalasini ko'rib chiqamiz. Bunda qanaqa savollar bor? Shunga 312 sonli qaror bo'yicha keltirmoqchiman. Qanaqa talablar bor, qanaqa hujjatlar talab qilinadi? 312 sonli qaror bo'yicha o'sha bu kredit mahsuloti shundan iborat. Bu 100 milliondan 300 milliongacha bo'lgan summada ko'rsatkichlar biz bera olamiz. Agar mijot o'sha kredit normal kredit aylanmasiga ega bo'lib, kamida faoliyatni 1 yil bo'lgan bo'lsa boshlaganiga, bunday holatda o'sha 100 million so'mgacha imtiyozli kredit beramiz. Bu aylanma mablag'ga 1,5 million 18 dan tashkil qiladi. Asbob uskuna oladigan bo'lsa, bu 7 yilgacha bo'lgan muddatda bera olamiz. Agar tadbirkor o'sha 100 milliondan ziyod bo'lgan miqdorda 200 yoki 300 million oladigan bo'lsa, bu son qaror bo'yicha 100 milliondan ziyod bo'lgan qismga bizlar o'sha nima deydi, garov tariqasida turar joy yoki noturar bino yoki o'sha asosiy vositani qabul qilishimiz mumkin. Bunda ham o'sha muddat o'zgarmaydi. Faqat o'sha 100 milliondan ziyod bo'lgan qismga tadbirkor garov taqdim etadi bizga. Bundan tadbirkorlar sizlarga rahmat, mana bu bo'lgan uchrashuvda agar sizlar bo'lsa, bizlarga murojaat qilmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol bizning bankimizga kelib, o'sha bizda mavjud bo'lgan kredit resurslarimizdan samarali foydalanishingizni tavsiya qilib qolaman.